Katta oila mazza qilib yashaydigan dang'illama hovlimizni bugun sizlarga video obzorini qilib beramiz. Uyimiz Yunusobod tumani Hasanboy mahallasida joylashgan. Orientirimiz Hasanboy masjidi bo'pti. Hasanboy masjididan taxminan 400 yoki 300 metr masofani tashkil qiladi. Mahallamizda ko'rib turganingizdek juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Tayyor asfalt qilingan. Qo'shnilar ham hammasi ahil inoq yashashar ekan. Uyimizning ikkita darvoza xonasi bor. Ko'rib turganingizdek, bu yerda zimniy garajimizni ko'rishingiz mumkin. Bemalol bitta katta mashina sig'ib ketadi. Uyimizning tashqarisida bo'lsa, o'zini передомовая territoriyasi ham bor. Tayyor zelenaye zona qilingan, ограждение qilingan ekan, archalargacha ekib qo'yilgan. Atrofda bo'lsa maktab, bog'cha, supermarket hamma sharoitlari bor. Hozir aytib o'tganimdek, masjidga ham yaqin joyda joylashgan 5 mahal azon ovozi shundoq eshitilib turadi. Hozir sizlar bilan birgalikda mana shu darvoza xonamiz orqali hovlimizga kirib, hovlimizni va xonalarimizni ko'ramiz. Hovlimizga kirishimiz bilan darvoza xonamizni ko'rishingiz mumkin. Hovlimizning ichigacha bemalol 10 tadan oshiq mashina sig'ar ekan. Binoyimizga bo'lsa ikkita kirish eshigi bor. Hovlimiz orqali ham kirsa bo'ladi va darvoza xonamiz orqali ham kirsa bo'ladi. Binolarimiz devorlarimizgacha pishgan g'ishtdan ko'tarilgan ekan. Hovlimizda bo'lsa, bu yerda fontanni, hovlimizning etek tomonida bo'lsa, basseynni ham ko'rishingiz mumkin. Uyimiz shunaqa 2 qavat qilib ko'tarilgan. Uyimizning bitta katta holi bor. Hali kirganda o'zingizlar guvohi bo'lishingiz mumkin. Sizlarga albatta yoqadi deb o'ylayman. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya hamma kommunikatsiyalari bor. Agar kattaroq oila bo'ladigan bo'lsanglar, mana shu etek tomoniga ham yana bemalol bino qursanglar bo'ladi. Hovlimizning ichida ham shunaqa chiroyli qilib zelenaye zona qilingan, mevali va manzarali daraxtlar tayyor ekib qo'yilgan. Hozir endi sizlar bilan birgalikda binoyimizning ichiga kirib, xonalarini ko'ramiz. Binoyimizga kiraverish vходной eshigimiz bu yoqdan ikkinchi qavatga chiqsa bo'ladi, bu yoqdan bo'lsa podvalga tushsa bo'ladi. Faqat hovlimizning tegini o'zi podvaldan iborat. Kirishimiz bilan shunaqa katta hovlimizni ko'rishingiz mumkin. O'zi ham holmisan, hol ekan. Juda ham bahaybat qilib planirovka qilingan. Uyimizning ikkinchi qavatida 6 ta xona, birinchi qavatida bo'lsa 2 ta xona, oshxona, sanuzellarimiz va mana shu katta hovlimizni ko'rishingiz mumkin. Chiroyli qilib divanli zona qilingan ekan. Uyimiz katta oila uchun mo'ljallangan. Ikkita oila ham maza qilib yashasa bo'ladi. Hozir aytib o'tganimdek, binoyimizga ikkita kirish eshigi bor. Darvoza xona orqali ham kirsa bo'ladi va hovlimiz orqali ham kirsa bo'ladi. Qo'limizga e'tibor berayotgan bo'lsanglar, haqiqiy parket ishlatilgan, uncha-muncha joydan hozir topa olmaysizlar. Perilalarimizga e'tibor bersanglar, haqiqiy dub ishlatilgan ekan. Uyimiz shunaqa chiroyli qilib ta'mirlangan. Katta oila uchun mo'ljallangan, yashash uchun tayyor holatda. Joy egalari bu uyimizni 370 ming dollar deyishyapti. Yana kelishadigan joyi bor ekan. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Telefon raqamlarini yozib qoldiramiz.